Assalomu alaykum, hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari. Sizlar bilan Farg'ona Vodiy agroklinika MChJ rahbari Akmaljon Ma'qulevman. Bugun juda jiddiy ogohlantirish bilan chiqyapman barchalaringga, ham ogohlantirish ham tavsiya. Bugundan boshlab bir hafta davomida o'ta xavfli ob-havo holatiga duch kelyapmiz. Mana rasmiy ma'lumotlarda berilishicha 2-8 kunlari Vodiy viloyatlarida 43 gradusgacha darajagacha issiq bo'ladi deb ko'rsatilyapti. Bu rasmiy ma'lumot. Endi haqiqatda 50 darajaga ko'tarilishi ehtimoli yo'q emas. Bu nima degani? Bu degani avvalo barcha maydonlardagi g'o'za nihollarimiz bu haroratda stress holatiga tushadi. Bu hammani esda bo'lsin, stress holatiga tushadi. Stress holatiga tushgan holat nima degani? Stress holati degani bu paxta o'zini jonini saqlash maqsadida yashash uchun kurash jarayoni paydo bo'ladi-da, tanadagi hosil elementlarini yoppa to'kish boshlanadi. Buni oldini olishimiz kerak va shart. Endi buni nima qilish kerak degan savolga javob beramiz. Xo'p, birinchi paxta stressga tushib qolmasligi yoki tushgan holatda undan qanday chiqarish, hosil elementlarini saqlab qolish uchun birinchi qiladigan ishimiz barcha maydonlarga barg orqali suspenziya beramiz. Bunda nima bo'ladi? Barg orqali biz hozir mana 1 gektar maydonga 2 litr hosil 33, 2 litr fosfodar suspenziyasini beramiz. Natijada ham paxta barg orqali bir marta suv ichyapti, ham kuchli oziqani qabul qilyapti va stress holatidan chiqib ketadi. Hosil elementlarini shu bir haftalik anomal issiq sharoitida tashlamasdan o'tib ketishga erisha olamiz. Endi bu issiqni yana sizlarga keltiradigan zararlarni aytib beradigan bo'lsam, bu issiq sharoitda barcha paxta maydonlari teng suvga keladi. Bu issiqni ko'tara olmaydi. Barcha maydonlar teng suvga keladi. Natijada suv tanqisligi yuzaga keladi. Ikkinchidan, suvga kelib turgan maydonlar stress holatiga juda kuchli tushadi. Suvga kelib turibdi, suv topolmay qoldingiz. Bu kuchli stress holatiga tushadi. Chanqagan maydonlarda sug'armasangiz, tepasidan suspenziya sepmasangiz, 50-60% hosilni yoppa to'kib yuboradi. Ayniqsa suvdan chiqqan kultivatsiyaga kelgan maydonlarda zudlik bilan kultivatsiya ishlarini amalga oshirmay bir kunga kechiktiradigan bo'lsak, bu issiqda yer yoriladi, ildizga o'ta kuchli havo kirib boradi va hosilni 50% ga to'kib yuborish ehtimoli paydo bo'ladi. Shuning uchun barcha maydonlarimizga men tavsiyam barcha maydonlarimizga bugundan boshlab barg orqali suspenziya sepish ishlarini boshlaymiz. Aytaylik, mana suspenziya sepganingizga 3 kun bo'ldi, 4 kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi, qaytarib sepinglar. Barcha maydonlarga boshqa ilojimiz yo'q, boshqa imkoniyatimiz ham yo'q. Sababi faqat shu barg orqali sepilgan suspenziya bizga yordam bera oladi xolos. Bu suspenziya ham qanday suspenziya? Tepasidan karbamidni, amofosni, kaliyni eritib sepganimiz bilan bu befoyda. Bunday holatda, bu stress holatida murakkab suspenziyalardan foydalanamiz. Shuning uchun men tavsiya qilayotgan o'sha 2 litr hosil 33, 2 litr fosfodar suspenziyasi bu sharoitdan sizlarni ishonchli tarzda olib o'tib keta oladi. Shuning uchun har xil suspenziyalarga ishonib qolmanglar, zudlik bilan tavsiya qilingan suspenziyalar bilan ishlanglar. Yana bitta sizlarga xavfli holatni eslatib o'tmoqchiman. Aytaylik, barcha maydonlarimiz teng suvga kelib qolyapti, sug'orish imkoniyatimiz bo'lmay qolyapti. Bunday maydonlarda o'rgimchak kana ham oddiy holatga nisbatan 2 barobar tez rivojlanadi, 2 barobar tez tarqaladi. Bu videoni barcha fermer xo'jaliklariga zudlik bilan tarqatinglar. Kimda qanday fermer tanishini telefon raqami bo'lsa, Telegram kanaliga tashlanglar. MMTP kanallari, tuman kanallari, viloyat kanallari, respublika kanallariga tashlab beringlar. Barcha ogoh bo'lsin. Iloji boricha paxta hosilimizni shu bir haftani ichida saqlab qolishni uddasidan chiqaylik. Sizlarga telefon raqamimizni eslatib o'taman. 90lik kodi bilan 407 21 56, 91lik kodi bilan 446 06 65, 94lik kodi bilan 302 32 36 murojaat qilinglar. Buni tagida, bu videoning tagida kommentariyaga kiringlar. Kommentariyada Telegram ilovamiz bor. Telegram ilovamizga kiringlar. Ishlovlar qanday o'tkaziladi, necha puldan 1 gektari to'g'ri keladi, buni ko'rib murojaat qilinglar. Barchalaringga omad, ishlaringga baraka.
E'tiborlaring uchun rahmat. Bu videoni zudlik bilan tarqatib, bu kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar. Zudlik bilan yetkaziladigan yangiliklardan xabardor bo'lib turinglar. Bu kanalimizga a'zo bo'linglar. Kommentariy orqali Telegram guruhimizga kiringlar.